Start recording videosi bo'linyapti. Demak, hammaga salomlar. Bugun sizlar bilan biz va nihoyat barcha kutgan va kutilgan frontend mavzusini o'rgana boshlaymiz. Biz bugungi darsimizda front nimaligi, frontni boshqa narsalarga qiyoslash, VS Code hamda frontga doir ba'zi bir veb-saytlarni ko'rib o'tamiz. Demak, endi frontendda biz frontend o'zi nima desangiz, frontend bu qanday bironta bir veb-saytni chiroyli, ya'ni ustki qismi siz ko'rib turgan hamma narsasi bironta bir veb-saytni u front bo'ladi. Agar siz ko'rolmaydigan qismi u backend bo'ladi. Ya'ni biz frontda veb-saytlarni stillaymiz. Frontda 3 xil mavzu bor, ya'ni HTML, CSS, JS va oralarida ba'zi bir kutubxonalarni o'rganib ketamiz. Demak, HTML, CSS va JS bulardan nima farqi bor desangiz, mana bu yerda masalan yozamiz. Xo'p, HTML, CSS va JS mana veb dasturlash nima bu endi? HTML, JS, CSS. Mana HTML, JS, CSS. Mana uy ko'rinishida. Xo'p, yana nima ko'rinishida bor bu yerda? Odam ko'rinishida bor ekan. Mashina ko'rinishida bor ekan. Sizlarga qaysi biri qulayroq? Bo'lmasa mashinani tushuntiraverman. Xo'p, mashina. Mana bunisimi qaysi bir normalniroq ko'rinadi? Mana bo'ldi. Qaranglar. Xo'p. Bu yo'q, bunda yaxshiroq emas, mana bunda yaxshiroq tushuntirgan ekan. Qaranglar. Bu yerda mana birinchi ko'rib turgan temir tersak, ya'ni hech qanaqanisi yo'q, bor yo'g'i temir. Bu HTML bo'ladi, ya'ni hech qanaqa chiroyli emas, lekin bu boshlanishi, ya'ni uni to'g'rilasa hali bo'ladi. Biroz g'alatiroq bo'lsa ham, lekin normalniy narsa, ya'ni buni hech bo'lmasa metallomga topshirsa bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Ya'ni HTML shunchaki bir temir tersak. Mashinani shunchaki temiri. CSS esa uni bo'yalgan, ya'ni HTMLda hech nimasi yo'q ichida. Na balon, na rul, yana pedal, hattoki eshiklari ham yo'q. CSS esa shunchaki ustki jihatdan chiroyliroq ko'rinadi. Ya'ni rangga bo'yalgan, balonlari bor, hamma narsasi bor. Lekin ichkarida hech qanaqa pedali, baloni hech nimasi yo'q. Baloni bor, ustki jihatdan chiroyli, lekin ichida hech nimasi yo'q. Ya'ni u harakatlana olmaydi. Bu esa uni motorlari bu yerda, pedal deysizmi, rul deysizmi, sidena deysizmi, hammasi bor. JS bu JSni qo'shsak, u harakatlanib ketib bo'ladi. Bemalol harakatlansa bo'ladi. Menimcha mashina qanday mashinani mashinada tushuntirganim tushundingiz. Endi odam ko'rinishida tushuntiraymi yoki uy ko'rinishidami? Kelinglar, mana uy ko'rinishida tushuntiraman. Uyni boshlang'ich poydevori bu HTML. Uyni butunlay bitkazib, ichidagi barcha jihozlarni olib kelsangiz, u CSS bo'ladi. Ya'ni uy hozircha normalniy, hamma narsa zo'r, lekin u yerda chiroq yo'q. Ya'ni chiroq ishlamaydi. Chiroq ishlamaydi, gaz yo'q, hech nima yo'q. Ya'ni nima desam, bizga kerakli kechqurun kerak, masalan, eng muhim narsalar yo'q.
gaz bo'lmasa ovqat pishirib olmaymiz, svet bo'lmasa kechqurun o'tira olmaymiz. GS esa shu svetlar yoki gaz. GSni uy sifatida shunday tasavvur qilsa bo'ladi. Shu demak, uchovi birgalikda bitta uy bo'ladi. Xo'p, qancha vaqt bo'libdi? Hali endi 5 minut bo'libdi. Bo'lmasa endi bularni anonsini ko'rib chiqamiz, ya'ni veb-saytini. HTMLda qanday veb-sayt? Xo'p, qani bu yerda qidirib ko'raylik. HTML web sayti. HTML tutorial. HTML web page. Xo'p, qani bormi shu yerda? Yo'qmi bu HTML templates, website templates. Template. Yo'qmi? Mayli. O'zim og'izaki tushuntirib beraman. Tushunsangiz normalniy tushunsangiz yaxshi bo'lardi. Tasavvur qilinglar, ChatGPT. ChatGPTga Wi-Fi'ingiz yaxshi ishlamayotgan payti kirdingiz va u hech qanaqa stil yo'q, hech nimasi bo'lmaydi. Mana bu tarafda hamma so'zlar qatorma-qator tushib qoladimi? Bir normalniy ko'rinmaydi. Ya'ni hammasi tagma-tag bir-birini tagiga tushadi. Chiroyli ko'rinmaydi. Umuman o'zingizga ham yaxshi chiroyli tuyulmaydi. Lekin CSSda qo'shsa undan chiroyliroq bo'ladi. CSSga esa hozir ko'rsataman. Uzun market masalan. Uzun marketni olsak CSSga. Xo'p. Mana. Bu yerda har bir narsa qarab CSS. Ya'ni mana bu ustiga olib borganda o'zgarishlari, mana bu yoqda yozilishi, yo'q, yozilishi emas, mana bularning shakli. Bu ham CSS. Mana ustiga olib borganda pastda chiziq chiqishi CSS. Mana bu oraliqlari ochiq turgani, rasmni ustiga olib borganda kattalashishi, mana bu ranglari hammasi CSS. Agar bu yerda CSS qo'shilmaganda nima bo'lardi? Mana bu hammasi yonma-yon bo'lib qolardi, ya'ni bir-biriga yopishib turardi. Hammasi mana bu tarafda ko'pincha turardi. Qatorma-qator bo'lmas, mana bunaqa hammasi bitta qatorda bo'lib qolardi. Shu uchun biz qanday aytsam, biz CSS chiroyliroq qilib beryaptimi? Kim? HTMLdan ko'ra. Albatta ha. CSS HTMLdan ko'ra kerakli joylarni chiroyliroq va odamga yoqadigan qilib bera oladi. Endi esa JS da yasalgan veb-saytga navbat. Bu Bruno's veb-sayti. Buni silkasini pastda qoldiraman. Kommentariyada yoki описаниеda qoldirib ketaman. Xo'p. Mana ko'rib turganingizdek bu qimillayapti. O'zim ko'rsatgan joyga qimillayapti. Bu JS emas, bu backend tarafdan qilingan. Ya'ni tugmani bosganda qimillashi bu backend tarafdan qilingan. Bu yerda masalan mana bu chiroyliklar, mana bu daraxtning turishi, bular JSda qilingan. Va masalan mana bunaqa narsalar harakatlanishi JSda qilingan. Mana buni ustiga bosganda kirishi JSda qilingan mana. Xo'p. Ko'rib turganingizdek bu yerda hamma narsa ishlaydi. O'zim bilmagan holda poyga qo'yib qo'ydim. Xo'p. Menimcha hozircha aytgan mavzularimga tushundingiz. Mayli. Bo'ldi. Mana bu tepada mana bu narsalar qimillashi. Bu ham JSda qilingan. Mana bu yoqqa qaranglar. O'yinga qaramanglar. Mana bu yoqqa qaranglar. Bu ham JSda qilingan.
harakatlanyapman, mana qimillaydi. To'xtasam, qimillashni bas qiladi. Bu ham JSda qilingan. Xo'p, bu unda qilingan veb-saytlar edi. Endi esa birinchi navbatda VS Code'ni yuklab olganman. Sizlar VS Code'ni yuklab olishingiz kerak. Ya'ni Visual Studio Code. Visual Studio Code. Download for Windows'ni bosasizlar. Buni bosgandan keyin sizni kompyuteringizga download bo'ladi. Undan keyin mana bu asosiy ekranga bitta fayl yaratasizlar. Bitta fayl yaratasizlarda o'shani ustiga olib borganlaringizda mana bu VS Code ochiladi. Endi VS Code'ning ichiga o'zlaringizcha kod yozib ketmanglar. Ya'ni undan oldin siz mana bu yerdan 5-qatorda turgan ustiga bosasiz. Va bu yerda xo'p, AutoClose tagini yuklab olishingiz kerak. AutoRename tagini yuklab olishingiz kerak. Bular bo'lmasa biz kod yoza olmaymiz. Bularni to'g'ri, bular bo'lmasa ham kod yozib bilamiz, lekin bizga yaxshiroq qilib beradi bu ikkovi. Predator Code Formatter. Buni qo'shishingiz albatta shart va eng muhimi VS Code iconisi. Buni ham qo'shib qo'yishingiz kerak. HTML to CSS. Yo'q, bu keyinroq qo'shamiz. Bu kerak lekin Interlace for CSS class names in HTML. Bular kerak. Xo'p, live Sass compiler. Buni ham qo'shib qo'ying va so'nggisi live service. Ya'ni bu dasturimizga RAM berish uchun bizga kerak bo'ladi. Buni ham albatta qo'shib qo'yinglar. Xo'p. Bularni qo'shmasangiz biz hech qanaqa VS Code'ga kod yoza olmaymiz. Endi xo'p. Bu yerda masalan YouTube frontend va mana bu tugmasini bosib, mana bunaqa belgi turgan tugmani bosib, bu yerga index.html deymiz. Bu yerda birinchi navbatda shift va 1 ni bosasiz. Shunaqa undov shakli kelib chiqadi va bitta enterni bosganingizda o'zi boshlang'ich tayyor kodlarni sizlarga beradi. Bo'ldi, bizda hozircha bugungi mavzular shular edi. Keyingi darslarimizda frontda kod yozishni boshlaymiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Mikrofon qarshisida Developer X edi. Xayr.